Sariosiyo tumanidagi 2-sonli politexnikumda umumta'lim maktablarining bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Hozir shu haqida. Ochiq eshiklar kunida tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarining 9-11 sinf bitiruvchi o'quvchilari, o'qituvchilar va ularning ota-onalari ishtirok etishdi. Dastlab tumandagi 2-sonli politexnikum mas'ullari ta'lim muassasasida taqdim etilayotgan yo'nalishlar, o'quv jarayoni, zamonaviy laboratoriyalar va faoliyat ko'rsatayotgan amaliy mashg'ulotlar xonalari bo'yicha batafsil ma'lumot berishdi. Yosh o'g'il-qizlar politexnikum o'qituvchilari bilan suhbat jarayonida muassasada talabalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, kasb tanlash hamda mehnat bozoridagi talablar, malaka darajasining ahamiyati bo'yicha ham muhim ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Tadbir doirasida turli kasb namoyishlari bo'yicha mahorat darslari va zakovat intellektual musobaqalari ham bo'lib o'tdi. Bugun biz sinfimiz bilan butun politexnikumni aylanib chiqdik va o'qituvchilardan konsultatsiya va ma'lumotlarni oldik. Bizga u yerda IT sohalari va o'sha IT sohalar, mashinasozlik, duradgorlik, dastgohlar bilan tanishtirib chiqildi. Bu yerda menga yoqqani IT sohasi bo'ldi. 9-sinfni bitirgandan so'ng IT sohasida kasb egallamoqchiman kelajakda. Ochiq eshiklar kuni tadbirida politexnikum va umumta'lim maktablari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, yoshlarda kasb-hunarga qiziqishni oshirish, shuningdek kelajakda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash yo'lida amalga oshirilishi zarur bo'lgan masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Bizlar 9-sinf o'quvchilariga tikuvchilik, kon ishi, payvandlash, IT yo'nalishlari bo'yicha, bank ishi yo'nalishlari bo'yicha yo'nalishlarimiz bo'yicha ta'lim beramiz. Men ishonch bilan ayta olamanki, bizni bitirib chiqqan o'quvchilarimiz O'zbekistonni kelajagiga hissa qo'shadigan yetuk kadrlar bo'lib yetishishiga ishonch bilan ayta olaman. Shu bitiruvchi sinf o'quvchilarimiz imkoniyatlarimizdan keng foydalanib, O'zbekistonni kelajagiga hissa qo'shishlarini xohlayman. Bu kabi tadbirlar yoshlarda o'z kelajagini ongli tanlash, kasb-hunar imkoniyatlarini yaqindan o'rganish imkonini beradi.